Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Oshxona yo'li so'raganlar uchun juda ham chiroyli qilib oshxona yo'limizni sinovga qilib qo'ydik. G-образный, burchak holatda bo'ldi bu mebelimiz. Akril materialga tayyorladik. Oxirigacha tomosha qilsanglar, narx-navolari, razmerlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, har bittasini tanishtirib o'tib ketaman. Burchakdan boshlaydigan bo'lsak, gazdan oldin stolga ozgina рабочий stol tashlaganmiz. Chunki gazni ikki boshdan рабочий zona bo'lsa, foydalanadigan klientga qulayroq bo'ladi. Tepalari bunaqa o'rtali holatda, osha-mosha davchi vakuumli bo'lgan. Bu yerga gazlarni o'rnatganmiz. Tepada vitichkalari. Xo'p, bu yerga kattaroq gaz plita tushadigan, duxovka tushadigan joy qilib ketganmiz. Bu yerlarga burchaklariga stillarni qo'yib ketganmiz. Burchak tepasi chuqur, ancha narsa sig'ib ketadi. Hurmatli obunachilar. Bu yoqlari to'g'ri polkali holatda. Bar qismlarimiz qo'yib yuborasiz, o'zi ochadi. Mo'lkalarni ham yaxshi mo'lkalardan qo'yilgan. E'tibor bersanglar, qalin shumka qilingan mo'lka. Hop. Bu yerlarga sushulka qo'yib berganmiz. Sushulkalarni ham original sushulkadan. Nержавейка. Bu yoqda xolodilniklarni qo'yganmiz. Xolodilnik ranglari ham juda atsvet bo'lib, rangi bir-biriga kelgan. Xo'p, bu yoqlarida xolodilnik tepasiga tugmalarni qilib ketganmiz. O'zini standarti bo'yicha ozgina zazot tashlab ketganmiz. Tortmalarga keladigan bo'lsak, tortmalarning ichida qoshiq poddomlarni qo'yganmiz. Tortmalarni ham davchi vakuumli, ovoz chiqarmasdan juda ham yengil ishlayveradi. Xo'p, starshinsalari qalinidan bo'lgan 4 sm-likdan. Orqalariga bunaqa kafel bosganmiz, 60 ga 60 granit bosib berganmiz. Kafeldan ko'ra bunaqa fasonga chiroyliroq chiqadi. Akrillarimizga keladigan bo'lsak, toza kashtan filmlardan akrillardan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bliski ham juda ham kuchli. Keyin hurmatli obunachilar, mebel qilinishdan oldin, razmerdan oldin bizni remontdan oldin chaqirsanglar, to'kis tushirishdan bunaqa joylariga joy-joyga tushadi, hamma yo'g'i. Stol ustiga razvetka, xolodilnik razvetkalari hamma yo'g'i joy-joyga tushadi. Keyin mebeldan oldin klientga ovoragarchilik bo'lmaydi. Bu yoqqa suv tort, bu yoqqa to'kini tort bo'lmaydi. Shuni hisobiga oldinroq chaqirsanglar, dizayn chiqarib turib, dizaynga qarab devorlarga qayerga to'k, qayerga suv tushishini hammasini belgilab berib ketamiz. Mebel o'rnagandan keyin hamma yo'q joy-joyi keladi. Xo'p, kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. 1 pagonli metrni hozirgi kunda 2,5 million so'mdan yasab beryapmiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.